bir kun kelib meni yo'qotganingizni tushunib yetasiz. Lekin unda kech bo'ladi. Men doim yoningizda bo'lganim uchun mening borligimni, mehrimni, sabrimni oddiy hol deb qabul qildingiz. Men ketganimda esa o'rnim bo'shab qoladi. Chunki men shunchaki bir inson emas edim. Men siz uchun chin dildan harakat qilgan birisi edim. Meni boshqa joylardan qidirasiz, boshqa insonlardan izlaysiz, lekin topolmaysiz. Chunki men kabi sabr qiladigan, jim turib ham qadrlaydigan insonlar kam bo'ladi. Men ketganim yo'qotish emas, siz uchun dars bo'ladi. Shunchaki bu dars sizga juda qimmatga tushadi.